Agar siz ham har oy oxirida bu so'zlarni aytsangiz, demak bu reels aynan siz uchun. Pulim yo'q, pulim tugadi, oy oxirigacha yetmaydi. Qancha pul topsam ham baribir kam. Bu gaplarni har kun takrorlash oddiy nolishdek tuyulishi mumkin. Ammo bu so'zlar duo hukmiga o'tishlik haqida bilarmidingiz? Shuning uchun bugundan boshlab pulim yetmaydi demang. Men pulimni to'g'ri boshqarishni va daromadimni ko'paytirishni o'rganyapman deng. Chunki barakali hayot faqat ko'p pulga ega bo'lish emas, bu pulga bo'lgan munosabatni, fikrlashni va odatlarni o'zgartirishdan boshlanadi. Agar siz ham doimiy yetishmovchilik holatidan chiqib barakali ayol bo'lishni istasangiz, men siz uchun maxsus barakali ayol kursini tayyorladim. Kursda pul, baraka, fikrlash, shukur va hayotingizdagi imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, daromadingizni oshirish haqida bilib olishligingiz mumkin. Kurs haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishlik uchun pul so'zini yozib qoldiring.